O'rta asrlarda gullab yashnagan va buyuk Ipak yo'lidagi eng muhim nuqtalardan biri bo'lgan. Tarixiy manbalarning deyarli barchasida so'lim go'sha sifatida ta'riflangan Zomin bugun O'zbekistonning qisqa fursatda sezilarli darajada rivojlangan zaminiga aylandi. To'g'risini aytganda, hammamiz tan olishimiz kerak, nafaqat xalqaro, balki mahalliy aholi ham bu joylarni ko'rmagan, bilmagan. Albatta bu joylarning tabiati, flora, faunasi, o'simlik dunyosi bu alohida mavzu, alohida ko'p gapirsak bo'ladi. Bu tabiatni O'zbekistonning Shvetsariyasi deb tenglashtirishadi. Albatta bu yerga kelgan odam ko'rib o'zi xulosa chiqaradi shu narsa bo'yicha, o'ziga ko'p narsa shu olishi mumkin. Zomin atamasi Avestoda tilga olingan Zomyod, farovonlik farishtasi nomi bilan bog'langan. Bu diyor Ustrushanadagi eng katta tarixiy shaharlardan biri bo'lgan. O'rta asr arab manbalarida atroflicha yoritilgan. Zomin qadimda Sarasanda, Susanda, Sabza nomlari bilan ham yuritilgan. Zomin azaldan tabiatidagi o'zgachalik bilan ajralib turgan. Uning sharqi tog'lar bilan, g'arbi esa cho'l bilan qoplangan. Bugun Zomin zalvorli o'tmish va yorqin kelajak birlashgan nuqtaga aylandi. Juda go'zal tabiati, shifobaxsh o'simliklari, yashillikka burkangan hududlari sabab O'zbekiston Shvetsariyasi deb ataluvchi manzil, zamonaviy va turistlarni o'ziga jalb qilish darajasiga kelishiga 3 yil vaqt ketdi. Ungacha esa siz ko'rayotgan hudud mana bu ko'rinishda bo'lgan. Turistik rekreatsion zona hududimiz dengiz sathidan 2400 metr balandlikda bo'lib, eng baland cho'qqi, O'zbekistonning eng baland cho'qqi joylaridagi turistik zona hisoblanadi. Umumiy maydoni 2000 gektarni tashkil qiladi. Bu turistik rekreatsion zonamizda 3 ta xalqaro brendga ega bo'lgan umumiy sig'imi 660 o'rinli 3 yulduzli mehmonxonalar tashkil etilib faoliyat yuritib bermoqda. – 2021-yilda O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev Zomin turistik rekreatsion zonasini va xalqaro umummavsumiy kurortini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolagach, maqsadli va aniq harakatlar boshlandi. Osmodor yo'li, 1000 o'rinli amfiteatr, bundan tashqari hozir 29 ta shale uslubidagi kottej uylar hamda yana 300 o'rinli bir qavatdan iborat yangi mehmonxona tashkil qilishi amalga oshirilmoqda. Shuningdek, hududda 600 o'rinli restoran hamda 200 o'ringa mo'ljallangan yengil tipda ovqatlanadigan restoranlar tashkil qilingan. 700 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. 2 yil bo'lgan bo'lsa, ochilganiga turistlar oqimi kundan kunga oshib bormoqda. Mahalliy va mana shu qo'shni davlatlardan Italiya, Germaniya, Fransiyadan va boshqa Dubaylardan kelish turistlar oqimi yildan yilga ko'paygani sababli bu yerlarda yana qo'shimcha mehmonxonalar va ko'ngilochar maydonlarni qurish talab etilmoqda, to'g'risini aytganda. Turistlar oqimini biz kuzatib bordik, turistlar bilan muloqotda bo'ldik, ko'plar bilan gaplashdik. Bu joyga kelgan turistlar bir kunga emas, balki 2 kun, 3 kun, haftalab qolishga niyat bildirishyapti. Assalomu alaykum. Hello. Xush kelibsiz. Qani marhamat. Qaysi biridan olasiz, jon bolam? What is that? Ah? It's jelly? Jelly. Ibrohim,
Bu yoqqa kel. Akang nima deyapti? Tushuntirib ber, jon bolam. Xo'p bo'ladi. Hello. Oh, hi. What is that? Say milk, Milk? Wow. but salty. May I eat? Yes, of course. Wow. Amazing. Yes, of course. Your first time? Yes, I mean first time in Uzbekistan. Understand? I think you like Zoman. Nice. I think so. 2022 yilning oktyabr oyida Zominning Dashtobod shaharchasi temir yo'l bekatiga Afrosiyob tezyurar poyezdi to'xtashi tashkil etildi. 2023 yilning 2-sentyabrida esa Zomin aeroporti foydalanishga topshirildi. Bu tarixiy deb atash mumkin bo'lgan qadamlardan biri edi. Aeroport 30 o'ringa mo'ljallangan yo'lovchi terminaliga ega bo'lib, qurish uchun 60 gektar yer maydoni ajratilgan. Zomin turistlar uchun har qanday transportda yetib olish oson bo'lgan manzilga aylandi. Bu yerda turistik rekreatsion zona tashkil etilgani esa yana bir katta qadam bo'ldi. Bu manzil ajoyib tog'lar bilan o'ralgan. Tabiiy suv havzalariga yaqin joylashgan. Tashrif buyuruvchilarga o'zgacha tabiat va manzaraning go'zalligini ko'rsatish uchun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan dor yo'li ham ishga tushirilgan. Zomin dor yo'li 2022-yil iyun oyida qurilish boshlanib, 23-yil avgust oyida foydalanishga topshirilgan. Zomin dor yo'lini Shveysariya, Avstriya kompaniyalari qurib bitkazib bizga o'z faoliyatini boshlashga bizga topshirib bergan. Hozirgi kunga kelib 42 ta odamni ish o'rni bilan ta'minlaganmiz. Xo'p, xavfsizlikka kelsak, har taraflama xavfsiz. Ular sinalgan, mijozlarni qabul qilishdan oldin umuman hamma sinovlardan o'tgan. Xo'p, birinchi stansiyamizda 5 etajli parkovkadan iborat. Birinchi etajida bolalar o'yingohi, ikkinchi etajida stansiyaga chiqish, uchinchi etajida kafeteriya, dam olish xonasi, kutish xonasi. Birinchi stansiyadan ikkinchi stansiyaga chiqib ketish 4-etajda joylashgan. Zomin dor yo'lini uzunligi 2102 metr. Birinchi stansiyani dengiz sathidan balonligi 1920, ikkinchi stansiyani balonligi 2580, taxminan shunaqa. Dor yo'limizda bir vaqt o'zida soatiga agar odam mijozlar uzluksiz kelib tursa, 1200 ta odamga xizmat ko'rsata olamiz. Bizning dor yo'limizning boshqa dor yo'llardan farqli tomonlari bor. Qoyaga ko'tarilishi 42 gradus. Bu juda ham bir ekstrem. Keyin ustunlarning oralig'ining uzunligi bor. Eng uzun oraliq 615 metr. Bu ko'rsatkich boshqa dor yo'llarida ko'rsatilmagan. Dor yo'limizda 36 ta kabinkadan iborat. Har bir kabinkaga 8 ta o'rindiq joylashgan. 8 tadan mijozlarni qabul qila olamiz. Bitta VIP kabinamiz ham bor. Keyin bir tarafga chiqish 13 minutdan 15 minutgacha tezligiga qarab. Qaytish ham xuddi shunaqa. Tabiat juda go'zal. Ko'pchilik maqtayapti, ikkinchi Shveysariya deb ketyapti. Haqiqatan biz ham kelganimizda, ish boshlaganimizda bizga ham juda ham yoqqan. Tog'li bir boshqacha tog', bu Toshkent boshqa tog'larga o'xshagan emas, Archazor tog'li. Zominning tabiati noyob. Bu ilmiy izlanishlar orqali ham isbotlangan. Hududda igna bargli daraxtlardan iborat o'rmonlar, tumanni o'rab turgan tog' tizimida 2500 yoshgacha bo'lgan yakka relikt archalar juda ko'p. Tog' va qoyalardan iborat tabiiy landshaftlarga boy bo'lgan manzilda insonga adrenalin ulashuvchi obyektlar ham bor. Bosma ko'prigimiz Markaziy Osiyoda yagona bo'lib, uzunligi 305 metr, balandligi 200 metr bo'lib, bu qurilmamiz 2022-yil Turkiyaning Ko'ch kompaniyasi tomonidan qurilgan. Bugungi kunda mana shu yurtimizni
sayohatchilariga yaxshi xizmat qilib kelmoqda. Bir vaqtning o'zida 600 kishi harakatlana oladi ko'prikning ustida. Bu ko'prikning eng yaxshi xususiyatlari, buni ustiga chiqqaningizda 200 metrlik balandlikdan pastga qarab, bu ko'prik qimirlab sizga juda kuchli adrenalin beradi. Bugungi kunda bu xalqimizga juda yoqayapti. Ko'prikdan nariyoqqa o'tganda bungee jumping degan sakrash arqonimiz bor. U ham bugun yoshlarimizga va xorijdan tashrif buyurayotgan mehmonlarimizga juda manzur kelyapti. Bungee jumpingimizda har bir sakrovchi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, texnik qoidalar tushuntiriladi va uni agarda sog'lig'i imkon bersa, uni sakrashga ruxsat beriladi. Hammasi kuchli nazorat ostida olingan. Kompleksimiz qurilishi 22-yilda boshlanib, 23-yilning dekabr sanasida ish boshlaganmiz. 300 o'rinli restoran, 50 o'rinli majmuaning narigi tarafida kafe bo'lib, umumiy hisobda hozir 40 kishidan ko'proq ish o'rinlari yaratilgan. Bir kunda 2000 dan ko'proq sayyohlar tashrif buyuryapti. Zominda 50 dan ortiq shifobaxsh giyohlar va oziq o'simliklari tabiiy ravishda mavjud. Turistik zona joylashgan hudud dengiz sathidan 2000 metr baland. Shu sababli atmosfera bosimi nisbatan past, havo esa kislorod va ultrabinafsha nurlari bilan to'yingan. Shu sabab bu manzildagi shunchaki piyoda sayr qilish ham yuqori nafas yo'llari va asab tizimi kasalliklarini davolash uchun foyda bera oladi. Bir so'z bilan aytganda, umummavsumiy kurortni tabiiy shifoxona desa ham bo'ladi. Tarix ko'p voqelikka guvoh. Ulug'lar va buyuklar tug'ilgan bu zamin oradan qancha vaqt o'tsa ham haybati va salobatini yo'qotmaydi. Bepoyon kengliklar, ajib manzaralar, musaffo havoga to'la diyor, ularning hammasi har qachon va har davrda O'zbekiston yaratgan, nazari tushgan zamin ekanligini ko'rsatadi. Hello? Assalomu alaykum. Keling. Hello? How much is that? Just a moment. Ibrohim,